Ishoninglar, bundan zo'r gemoglobin ko'taradigan hech narsa topmaysizlar. Ayollar har doim mendan bilaman retsept kutasizlar, ya'ni yuz uchun maskalar kutasizlar, soch uchun maskalar kutasizlar. Bugun esa sizlarga organizminglar uchun tabiiy sok tayyorlashni o'rgataman, ya'ni gemoglobininglarni shunaqa ko'taradiki, hech qaysi dori bilan ko'tara olmaysizlar bunaqa qilib. Gemoglobinim 87 ga tushib qolgan. 87 dan 120 gacha mana shu narsa, mana shu sok ko'tarib bergan. Demak, bugun shuni sizlarga ham o'rgataman. 1 oy davomida qilasizlar, ko'rasizlar, hech qanaqa dorisiz gemoglobininglar ko'tariladi. Buning uchun bizga nima kerak? Bitta olma, bitta lavlagi kerak bo'ladi. Olma yashil bo'lishi kerak, qizil bo'lmasin, yashil bo'lsin. Va mana shunaqa magiz kerak bo'ladi. Aynan qora magiz bo'lishi kerak. Demak, endi buni hozir sizlarga tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga terka kerak bo'ladi. Обязательно terkadan chiqarasizlar. Hech qanaqa blender emas, boshqa emas, terkadan chiqishi kerak, qizlar. Terkadan chiqarib olamiz. Tagimizni ham terkadan chiqarib olamiz. Ham ustiga solamiz. Aynan magizni kesmasdan, blender qilmasdan o'zini mana shunaqa solishinglarni tavsiya qilaman. Grafin olasizlar. Grafinga solasizlar. Prям gemoglobinni dahshat ko'taradi. Tayyorlab oldik, grafinni ichiga soldik. Hamma masalliqlarni fishkasi ham masallig'imizga qaynab turgan kipitok suv solishda. Mana kipitokka solamiz. Sehrli sokimiz, gemoglobinimizni 200 ga chiqarib yuboradigan sokimiz tayyor. 2 soatcha tindiramiz. Agar kechasiga qilsanglar, ertalabgacha tindirib qo'yib, ertalab ichishni boshlayverasizlar. Tayyor bo'lganini stakanlarga solib, darim, ishoninglar, bundan zo'r gemoglobin ko'taradigan hech narsa topmaysizlar. Til yeyish kerak, go'sht yeyish kerak deyshadi, yeyolmaydi ko'pchilik ayollar yoki yosh bolalar ayniqsa. Bu sokni esa hamma ichadi. Eng asosiysi ichidagi masallig'i bilan birga iste'mol qilish kerak. Sokini ichasizlar, masallig'ini yeysizlar. 1 oyda 80 dan 120 gacha gemoglobininglar ko'tariladi. Bunga men kafolat beraman, chunki o'zimda sinaganman, qizlarjonlar, va mazasi ham juda zo'r. Mazza. Qizlarjonlar, retsept yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanit qilib qo'yinglar va gemoglobini tushib ketgan tanishinglarga, yaqininglarga tashab qo'yinglar, savob bo'ladi.